Bolani sutdan chiqarayotganingizda onalarning qiladigan xatosi. Birinchisi, ota-onasinikiga yuboradi va 4-5 kun bolasini ko'rmaydi. Bu bolaga ikki barobar stress bo'ladi, chunki ham onani ko'rmaydi, ham emmaydi. Ikkinchisi, ko'kragingizni qattiq qilib boylab olasiz. Bu keyin formasini qiyshuv qilib qo'yishiga sabab bo'ladi. Va uchinchisi, ko'kragingizni polni soqib tashlashingiz mumkin. Agar polni soqsangiz, yana sut kelaveradi. Shuning uchun nima tavsiya qilamiz? Emizayotganingizni vaqtini sal-pal kamaytirasiz. Masalan, bola bir kunda 10 mahal emarmida yoki 8 mahal emarmida, o'shani bir mahalga kamaytirib borasiz. Ya'ni birdaniga emishdan chiqarmaymiz va sekin-astalik bilan. Faqat ertalabki bilan kechqurunga qoldiramiz-da, kunduzi boshqa narsa yeydigan ovqatlarni bersak bo'ladi. Keyin bo'lsa, ertalabkini ham olib tashlaymiz, faqat kechqurungisi qoladi. Kechqurungisini ham sekin-astalik bilan olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Va har bir emizayotgan vaqtingizni ham kamaytirishingiz kerak bo'ladi. Masalan, har bir emizganingizda misol uchun 15 minutdan emizadigan bo'lsangiz, endi 15 minut emas, 10 minutdan keyin 5 minutdan emizishga o'ting. Ya'ni vaqtini ham kamaytiring. O'rniga bolani chalg'itamiz, o'ynatamiz, ko'chada aylantirib yuramiz va o'zini yaxshi ko'rgan ovqatlarini bersak bo'ladi. Yana bitta muhim narsa, suvda yozda ko'krakdan chiqarmaslikni tavsiya qilaman, chunki bu paytda prolaktin gormoni yuqori bo'ladi, ya'ni sut ishlashi ko'p bo'ladi va sutdan qaytarish qiyinroq bo'ladi. O'shaning uchun hozir sutdan ajratish uchun ayni vaqti hisoblanadi. Buni yosh bolasi bor dugonalaringizga yuborib qo'ying.